Salom, bugun sizlar bilan iPhone 13 Pro Max va iPhone 14 Pro ni farqlarini ko'rib chiqamiz va bu smartfonlarni 2025-yilda sotib olsa arziydimi yo'qmi, shu savolga ham javob berib o'tib ketamiz. Undan oldin esa videoga bitta like va bitta podpiska bosib ketishni unutmang. Tashqi ko'rinishga o'tadigan bo'lsak, 13 Pro Max va 14 Pro da deyarli uncha farqi yo'q. Metal korpusdan ishlangan yonboshlari, orqasi matviy krishka va ikkitagina katta farqi bor. Ya'ni 14 Pro da kamera bloki katta va siz ekranni yoniq qoldirib ketganingizda Dynamic Island bildirib qo'yadi. Ya'ni jipiriq orolcha desak ham bo'ladi. Kamerasiga to'xtaladigan bo'lsak, 13 Pro Max da uchta kamerasi ham 12 megapiksel, old kamerasi ham 12 megapiksel, sizga 4K 60 ta kadrda videoga olsangiz bo'ladi. Kinoeffekt rejimida 13 Pro Max da Full HD 30 ta kadrda yoza olsangiz bo'ladi va optik zoomlar 0.5, 1x va 3x optik zoomlari bor. 14 Pro da esa kamerasi sal yaxshiroq rivojlangan. 14 Pro Max ga nisbatan asosiy kamerasi 48 megapiksel va qolgan ikkita kamerasi 12 megapikselni tashkil qiladi. Olti kamerasi esa 12 megapikselni tashkil qiladi u ham. Va siz 4K 60 ta kadrda syomka qilsangiz bo'ladi. 14 Pro da 13 Pro Max ga nisbatan o'zgarishlar bor, ya'ni kamerasida kino effekt rejimida siz 4K 30 ta kadrda bemalol video olishingiz mumkin. Va Photonic Engine funksiyasi qo'shilgan. Bu nima desangiz, ya'ni siz tungi rejimda fotolarni, ya'ni suratlarni yaxshiroq suratga tushirishingiz mumkin. Ya'ni yaxshiroq tungi rejimda rasmlarni olishingiz mumkin. Mana shunaqa funksiya qo'shilgan. Action mode funksiyasi qo'shilgan. Ya'ni siz 4K 60 ta kadrda yoza olmaysiz action modda, lekin sal siqib qo'yadi. Eng maksimal razresheniyada yoza olmaysiz. Sal siqib qo'yishi mumkin. 4K 60 ta kadr ruxsati yo'q. 4K 25 va 30 ta kadr bo'lishi kerak edi, adashmasam. 14 Pro da 0.5x bor, 1x va 2x va 3x optik zoomlari bor. Ya'ni 2x optik zoomni qo'shib qo'yishgan. Ekraniga to'xtaladigan bo'lsak, 13 Pro Max da 6.7 dyumli 120 Hz ishlaydigan OLED displey qo'yilgan. Ya'ni ekran yorug'ligi magnetdan HDR video formatida 1200 nitgacha chiqadi. 14 Pro ni ekraniga to'xtaladigan bo'lsak, 14 Pro da 6.1 dyumli OLED displey 120 Hz ishlaydigan displey qo'yilgan. Unda ikkita ajralib turadigan funksiyasi bor. Dynamic Island, ya'ni orolcha va Always On display funksiyalari bor. Ekran yorug'ligiga to'xtaladigan bo'lsak, обычный, ya'ni odatiy formatda magnetda chiqadi. HDR formatlarida, ya'ni videolarda 1600 nitda, eng ya'ni peak ekran yorug'ligi 2000 nitgacha ko'chada chiqishi mumkin. Lekin siz unchalik farqiga bormaysiz. Magnetdan bu ancha yorug' degani. Xotirasi deyarli bir xil ikkala smartfon ham, ya'ni tezkor xotirasi 6 GB RAM, 13 Pro. Batareyasiga to'xtaladigan bo'lsak, 13 Pro Max da 4352 mAh batareyka qo'yilgan va 14 Pro da esa 3200 mAh batareyka qo'yilgan. Oradagi farq esa 1000 mAh batareyka soatdan ham ko'proq. Bu degani bitta S2020 ning batareyka sig'imlasak ham bo'ladi. iPhone 13 Pro Max 2021-yil taqdim qilingan bo'lsa, oradan 1 yil o'tib, ya'ni 2022-yilda iPhone 14 Pro taqdim qilingan. 13 Pro Max ga A15 Bionic protsessor qo'yilgan, 14 Pro ga esa A16 Bionic protsessor qo'yilgan. Apple'ning saytiga kirib ko'rdim, lekin yadrolar soni teng ekan, unchalik katta farqi yo'q. Sizda savol tug'ilishi mumkin. Mana shu 1 yil ichida, ya'ni 2021-yilda, 2022-yilda Apple o'zi nimalar o'zgartirish kiritdi smartfonlarda desangiz, ekranda esa ekran yorug'liklari ancha yorug'lashgan. Mana shu yangilanishlar bor, boshqa yangilanishlari yo'q. 13 Pro Max da plus va minus tomonlarini aytib o'tadigan bo'lsam, bu albatta 6.7 dyumli katta ekran qo'yilganligi. Bu hozirgi zamon standartlariga javob beradi desak ham bo'ladi. Va batareykasi bitta plusi. Albatta batareykasi 14 Pro ga nisbatan ancha kuchliroq va sizga 1-2 soatga ko'proqqa yetib beradi. Minus tomoni esa sal tashqi ko'rinishi, old tomonidan tashqi ko'rinishi eskiroq. Ya'ni Dynamic Island, ya'ni orolcha funksiyasi yo'q. Cho'lka bo'lganligi uchun sizga sal eskiroq dizaynni eslatib yuborishi mumkin. Ya'ni cho'lka eslasangiz iPhone X dan beri bor. Shuning uchun Dynamic, ya'ni orolcha bu yangi funksiya va sizda agar orolcha bo'ladigan bo'lsa, yangi rusumdagi telefon sizda borligini odamlar bilishadi. Mana shu minusi desak ham bo'ladi. 14 Pro plus va minus tomonlariga o'tadigan bo'lsam, 14 Pro ni plus tomoni boya aytib o'tgan barcha 1 yilda o'zgargan funksiyalarning barchasi bu albatta plusi. Minus tomoni esa bu 6.1 dyumli kichkina ekran qo'yilganligi. Va shu kichkina ekranda kichkinagina 3200 mAh o'zgartirishingiz mumkin, ya'ni o'shanaqa fishkalarga ega chiqishingiz mumkin. Shunaqa fishkalar kerak bo'lsa, siz 14 Pro ni sotib olsangiz bo'ladi. Va siz font xohlayotgan bo'lsangiz, ya'ni bunda Dynamic Island, ya'ni orolcha bor,
ya'ni sizda odamlar ko'rishadiki, mana shu orolchasi bor ekan deydi. Ya'ni eng so'nggi rusumdagi smartfon deb ham o'ylaydi sizda. 13 Pro Max esa bunaqa emas. Mana shu. Aytmoqchi bo'lganim, siz oddiy foydalanuvchi bo'lsangiz va fon to'qlayotgan bo'lsangiz 14 Pro ni olishingizni maslahat beraman. 13 Pro Max ga keladigan bo'lsak, agar siz kattaroq displey va kattaroq batareya xohlayotgan bo'lsangiz, marhamat, bemalol olishingiz mumkin. Va siz Pro segmentdagi foydalanuvchi bo'lsangiz, mana shu 13 Pro Max ga olishingizni maslahat beraman. Chunki ekran katta, siz bunda montaj qilishingiz mumkin, syomka qilishingiz mumkin, o'yin o'ynashingiz mumkin. Bemalol zamon talablariga javob beradi. Chunki hozir kunda boya aytib o'tib ketganimdek, katta ekranlar zamon talabi desak ham bo'ladi. Yaqinda ajab emas, 7-8 dyuymli planshetga o'xshagan smartfonlar ham chiqib ketsa kerak. Keyin aytishingiz mumkin, bu 14 Pro dagi ba'zi bir funksiyalar yo'q-ku 13 Pro Max da, misol uchun Dynamic Island, boshqa balo-battar funksiyalar yo'q-ku, nima uchun 13 Pro Max ni maqtayapsan deyishingiz mumkin. Xo'sh, Dynamic Islandga o'tadigan bo'lsak, misol uchun o'zim 14 Pro ishlatib ko'rdim va siz o'sha 14 Pro ni Dynamic Islandni agar siz qora rejimda, ya'ni qora fon qo'yib qo'ygan bo'lsangiz aboyingizga, umuman his qilmaysiz. Faqat ekran blokirovkada Face ID'ni ochayotganingizni his qilasiz. Qolgan payti Dynamic Island bormi, yo'qmi, o'sha qora tochkasi qora rejimda qolib ketaveradi. 13 Pro Max esa o'sha cholka bo'lgani uchun sizda Dynamic Island bormi, cholka bormi hech kim bilmaydi. Agar siz qorong'u rejim qo'yib qo'ygan bo'lsangiz. Mana esa misol uchun 14 Pro da avariya emas. Ekran yorug'ligi 14 Pro da sal ko'proq, boya aytib o'tganimdek 2000 nitgacha chiqadi. 13 Pro Max esa 1200 nitgacha HDR videolarda 1000 nit ham sizga bemalol yetib ortadi. Sababi uncha farqiga bo'lmaysiz. Prosta bu marketing usuli. Always on display funksiyasi bor. Ko'pchilik always on display funksiyasini o'chirib qo'yishyapti. Ya'ni batareykani yeydi degan maqsadda. Siz agar always on display funksiyasi kerak bo'lsa, shu 13 Pro Max ham bor. Faqat bitta tab qilib qo'ysangiz bo'ldi. O'sha. Va eng katta sizning savolingiz albatta bu kamera bo'lsa kerak. 13 Pro Max bilan 14 Pro Max kamerasi yer bilan osmoncha farqi bor-ku. Nimaga 13 Pro Max yana ham maqtab ketyapsan deyotgan bo'lsangiz, unga ham misol keltirib beraman. Sababi, misol uchun 13 Pro Max da 12 megapiksel kamera, 14 Pro esa 48 megapiksel kamera. Mana shular farqi bor. Agar siz 14 Pro sotib oladigan bo'lsangiz, 48 megapikselda doim suratga olib yurmaysiz. Siz agar rasmga oladigan bo'lsangiz, 48 megapikselda qanaqadir funksiyalarni qo'shishingiz kerak. Ya'ni video yoki rasmga oladigan bo'lsangiz, 48 megapikselli sizga kerak bo'ladigan bo'lsa, albatta ProRAW shunaqa funksiyalarni nastroykadan qo'shib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Bo'lmasa, odatiy holda siz 12 megapikselda rasm va videoga olib yuraverasiz. Bemalol. Mana shunaqa farqi bor. 14 Pro da kino effekti 4K 30 kadrda yozadi, 13 Pro Max esa Full HD 30 kadrda yozadi. Ya'ni 14 Pro da sal kuchaytirilgan 4K formati qo'shib qo'yishgan. Misol uchun men aytishim mumkin, ko'pchilik kino effekt rejimidan foydalanmaydi. Misol uchun o'zim ham kamerani shunaqa olaman, telefonni olaman va birinchi bo'lib albatta обычный kamerada tushirib ketaveraman. Kino effektga o'tkazib o'taman. Bu kamdan kam siz qanaqadir kinoshniy effektlar, kadrlarni olayotgan paytingiz kerak bo'lishi mumkin. Boshqa odatiy hollarda kerak bo'lmaydi. Bu smartfonlarni o'zi 2025-yil sotib olishga arziydimi, yo'qmi degan savolga albatta arziydi. Chunki ikkala smartfon ham juda zo'r, ya'ni flagman smartfon bo'lib chiqqan o'zining davrida. 13 Pro Max ham hali 2-3 yil zapasi bor, 14 Pro da ham hali 2-3 yil zapasi bor. iOSda yana 3 yil yo 4 yil undan ham ko'p yangilanishlarni olib keladi degan umiddamiz ikkalasida ham. Lekin agar siz Pro foydalanuvchi bo'ladigan bo'lsangiz, albatta Max olishingizni maslahat beraman. Chunki syomka, montaj, o'yin, mana shunaqa ishlarda kattaroq displey sizga foyda keltiradi. 14 Pro da kichkina batareyka va kichkina displey qo'yilgani uchun agar siz oddiy o'rta segment, oddiy emas, o'rta segmentdagi foydalanuvchi bo'lsangiz, bemalol olsangiz bo'ladi. Bunda ham o'yinlar o'ynasangiz bo'ladi, syomka, montaj qilsangiz bo'ladi, faqat ekrani kichkina va batareykasi kichkinaroq. Mana shu omillari bor. Xo'sh do'stlar, bu texno tahlil edi. Video yoqqan bo'lsa, video izohlarida keyingi videolar nima haqida bo'lishini, ya'ni keyingi roliklar nima haqida bo'lishini yozib keting va bitta like tugmasini ham bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.